do'stlikdan boshlangan muhabbat. Birinchi qism. Men Tehron. To'liq o'rta maktabni bitirib, oliy maktab imtihonini tugatib, bir xil yengillab qolgandek toza qiynab uxlab, arg'ucha o'ynab olgan edim. Apam dadamlarning yolg'iz o'g'li bo'lganim uchunmikin, bu uyda mening deginim hisob edi. Men san'at kasbiga qiziqdim. Lekin dadam cho'ng bir shirkatning qurg'uvchisi bo'lganmikin, meni savdoga oid kasbda o'qiganlar deydi. Bu hayotda nurg'un ishlarga nim amal bor deysiz. Biroq bu qitin ishlar mening dinimdek bo'lmay qoldi. Men dadamning orzusi bo'yicha kasb tanlab dadam degan kasbga o'qishga boradigan bo'ldim. Lekin buning badaliga dadam menga Benz markali mashinam birini sovg'a qildi. Lekin cho'qim maktabning yotqida yetib o'qishimiz kerak bo'lgani uchun men jidal qilib yurib, dadam apamlarga deb maktabdan ayrim yotoq qilib bergan edi. Biroq tungun men texi ko'rib boqmagan sinf mas'ulim telefon qilib yotoqning qis ekanligini, yana bir eng yaxshi bir yotoqda menga o'xshash quruq sulat bayotchidan ikkini akib qo'yganligini, shular bilan birga turganligimni aytibdi. Muallim menga bundoq davasa, men qanday qila oldim? Birdan bir amal, maktabda yaxshi o'qimasam, meni haydavasa, ondan o'zim qiziqqan kasbni qila oldim. Lekin yana dadamning bekorlik sug'atlardanmi mehrimni uzamaydim. Maktabga borgandan keyin cho'qim toza jidal qilay. Muallimni tasavvur qilishday. Darslarga qatnashmay. Urush jidal deganni avval o'zim boshlab beray. Bo'lmasa bir umr o'zim xohlamaydigan ishlarni qilib yurmay yana. Men shularni o'ylab yozsam, bir yoqlardan opamning ovozi anglandi. Tehron, balam, tur o'rningdan, qachongacha uxlaysan deyman. Bugun maktabga boradigan tunji kunim. Shunga dadang ishkimisini opirib qo'ymoqchi. Chapsan tayyorlik qil, balam. Opa, men endi cho'ng bo'ldim. Sizlarning berishinglarning hojati yo'q. Nima ish qilsam, aralashmanglar bo'lamdi. Mening erkin odam bo'lib yashag'im bor. Bunda qilsanglar, xalq meni nima deydi? Yiroq yezdan kelgan bolalarni birasi akib qo'ymaydi ekan. Men bu shaharda turib, o'zim bormasam satturam ekan. Voy jinim balam, sen undaq degan bilan dadang ishkimiz faqat xotirjam bo'lolmaydi ekanmiz. Biz sana ko'yinib shundoq qilamiz balam. Apam shundoq deb qo'yib chiqib ketdi. Men o'zim yolg'iz birdam xiyol surgandan keyin kiyimlarimni kiyib, chamdonimni so'rab chiqsam, dadamlar meni saqlab turibdi. Ularga bir munch gap qilib, mashinamni haydab maktabga yo'lga chiqdim. Men bo'lsam Zahida. Dadam apam boshlang'ich maktab o'qituvchisi. Men ularning ativarliq yolg'iz qizi. Bizning oila garchi uncha boy bo'lmasmi, ammo hech narsaning tanligini tatmay cho'ng bo'ldi. Dadam bo'lsa kichikidan davlat tilida o'qigan. Shu mijozimiz bek o'xshaydi. Biroq apam matematika o'qituvchisi. U mening hamma ishlarimga aralashadi. Buning menga yaxshi bo'ladiganligini bilsam-mu, biroq ozroq erkinlik kerakdek his qilaman. Bobam-momammo menga bekli ko'yinadi. Shunglashqimkin, kichikimdan men bekli sho'xcho'ng bo'lgan. Ammo dadam apamning ta'siridimi yoki o'zimning cho'ng ishlarni qilaman deganim uchunmi, men savdo kasbiga bekli qiziqaman. Shunglashqa, shu arzuyim bo'yicha oliy maktabga imtihon berib, shu kasbni tanladim. Biroq dadam meni tushungachga, yotoqda yetib o'qiyman deb jidal qilishlarimga oxiri qo'shildi. Mening bir odatim bor. Inson nimlar bo'lmasin, kulib yashashi kerak. Endi mening nurg'un do'stlarim bo'ladi. Shunda xushal yashayman. Men rostlanib bek baxtli. Yana kelib, nohaqchilikka, yolg'onchilikqa faqat qarab turolmayman. Shu xiyollar bilan men maktab darvozasining oldiga kelib qoldim. Men Kamil.
taqdirning odamni har xil sinoq sinaydiganligi hammamizga ayon. Lekin men shunday bir haqiqatga ishonaman. U bo'lsa-mu moddiy namratlik bo'lmasdan qalb namratligi haqiqiy namratlik edi. Men 10 yoshga kirgan yili apam meni tashlab ketib qoldi. Buningga dal mening hozirgi o'gay apam sababchi edi. Yelimi esimda turibdi. Shu kun dadam odatdagiga o'xshash uyga kelmagan edi. Apam dadamdan ansirab chiqib ketgan. Keyin dadam qaytib kelib, apam kelmadi. Biroq ertasi apamning mashinani Nurmudon oshirib haydaganligi uchun tormoz ishlamay qatnash vaqasiga yo'liqib o'lib ketganligini bildik. Shu vaqtda kichik bo'lsam-mu pek yig'ilgan edim. Dadamga shunchalik achchiqimni kelgan edi. Keyin bir mezgil o'tib, dadam menga apa tepib beraman deb qayta to'y qildi. U ayol ta hozirgacha bolalik bo'lmagani uchun menga yaxshi muomala qiladi. Lekin men uningga bekli o'ch edim. Chunki men uni apamning o'limiga sababchi deb qaraydim. Shunda qilib oliy maktabga o'ngishliq o'tdim. Biroq men tanlagan kasb dadam orzu qilib o'qiyolmagan kasb bo'lib, savdoga oid kasb edi. Ammo ma'qul bo'lmay nima amal deysiz? Dadam mening maktabning yotqida yotaman degan talabimga oxir qo'shildi. Ham maktabdan menga alohidan ayrim yotoq oldirib qo'yibdi. Shu kuni dadam yana menga Prado markalik mashinadan birini sovg'a qildi. Lekin mening ko'nglimda bu uyda turmasam deydigan bir xil ideya bor edi. Shunda qilib, men mening hayotimning yangi bahorida maktabga qarab yo'l oldim. Men Layli. Shundaq bir kishilar bo'ladi. Hayotida hech birining diliga azor berib baxmagan. Yana shundaq kishilar bo'ladi. Hayotida mangu xushal bo'lib baxmagan. Ba'zi ishlarning kaynidagi yaxshilik va yomonlikni biz mangu bilib yetolmaymiz. Ammo shunisi aniqki, kulganlarning kulkisi yoki yig'laganlarning yig'isi mangulik bo'lmaydi. Hammamizning o'rtaq bir nishoni bor. U bo'lsa-mu yaxshi yashash. Meni kichkindan opam yolg'iz beqib cho'ng qilgan. Dadamning suratdagi suratidan boshqa aslidagidek hech qanday xotira yo'q. Men opamdan o'to'g'irlik so'rab baxmadim. Biroq dadam ilgari opamga nurg'un mol dunyo qoldirgan bo'lg'achqa, opam meni bekmi jafo tortmay cho'ng qildi. Ammo men eng qoyil bo'lgan ayol dal opam. Men opamni rostlanib bek yaxshi ko'raman. Nurg'un odamlarning dadam bek qaltis deganlarini anglayman. Ham opamning shuncha ko'p ishlarga o'zi yolg'iz jafo tortayotganligini ko'rib, uningga asroq yordam qilish uchunmikin? Men savdo kasbida o'qib, opamga hamdam bo'lsam, dadamning tamomlab bo'lmagan ishlarini qilsam deb o'ylab, imtihon berib, dal savdo kasbiga qabul qilindim. Opam mening ishlarimga bekmi aralashmaydi. Ham aralashqudek ortiq vaqtim yo'q. Shunlashqa menmi ko'p do'st tutib, xushal yashashni orzu qilaman. Shunda qilib, menmi orzuyim tamom maktabga qarab yo'l oldim. Shundaq. Hayotlikda taqdir degan ajoyib bo'ladi. Biz har xil nishon, har xil arzu armonlar bilan bilim makoni deb tariflanadigan bu bilim yurtiga qadam qo'ydik. O'zimizning naqadar umidli kishilar hamda ota-onamizning faxr ekanligimizni bilib tursaqmi, yanada bu yerdan haqiqiy yaramliq ishlar bo'lib chiqishimiz to'liq mushkul bir ish edi. Yoshlik demak, shoshlik demakdir. Biz o'zimizga berilgan erkin bu joyda o'zimizning to'liq buyuk mas'uliyatimizning borligini unutib qolamiz. Lekin tirishqan tishlaydi degandek
hammamizning taqdiri o'zimizning qo'lida bo'ladi.